Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana Andijon mebel markazini to'la obzor qilib bering, komplektlar obzor qilib bering degan mijozlar uchun mana bozorda xudo xolasa biz kutayotgan kunlar, sezon yaqinlashayotganini hidi kelyapti, lekin o'zi kelmayapti. Mana qo'lalar, fantalar, idishlarni bo'shatyapmiz. Bemalol kelsanglar, gaplashib o'tiramiz ishonmasanglar. Daron aka. Yana bitta ko'rishib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Aka, sezon yo'q payti skidka qiluvdik. Sezonga ham bitta skidka qilaylikmi aka? Bo'ldi. Qanaqa skidka? Mana arzon narxda, budjetniy variantda. Xo'p, ularimizni 6 million 800 ming so'mdan sotyapmiz. Ha. Farruh 6 milliondan dastavkasi ichida. Yo'q aka, kamaytiring bitta. Qanaqa kamaytirib beryapti Farruh? Yo'q. Xo'p, 5 million 800 Farruh. 5 million 800 ming so'mdan so'falari ichida, dastavkalari ichida. Dastavkalari ichida. Ranglari bor. Mana e'tibor berib qo'yasizlar, zamonaviy uslubdagi trimolar, rossiyskiy laminat, bemalol hamma yo'g'ini ko'rishingiz mumkin. Nasiya savdoga ham LD savdo markazi orqali Bemalol qilinadi, arzonroq qilib beramiz. Agar LD dan bo'ladigan bo'lsa, Nasiya savdoga o'ta arzon, minimalka narxida qilib beramiz. Xudo xolasa, ranglari behijolat. Bu tarafda ham ishlarimiz bor. Bularni nech puldan aka? Bularimizni 7,5 million so'm sotyapmiz. Farruh 7 million so'mdan gap yo'q, skidka qilib beramiz. Aka, 6 million 800. Xo'p, mayli. 6 million 800 dan bemalol kelib olishingiz mumkin. Bundan ham arzon desanglar, bundan arzon ishlarimiz ham bor. Ishlariga ham bitta alohida baho berib qo'yasizlar, shkaflariga. Ustamiz o'zi mashet oladi, quyidagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar.